Mana shu yerdan oladigan bo'lsak, bu to'rtga bo'lingan MDF bo'ladi. Orqasida diod bor, deylik 20 xilga yaqin yonadi. Bu lyustralarimiz asosan tunkafon qiladigan uyda egalari, ustakalarimiz olishadi. Assalomu alaykum, O'rban kompaniyasining YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga zo'r yangiligim bor. Yangilikni e'lon qilishdan oldin sahifamizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Xo'p, bu yangiligimiz Cosmos modelimizni, bu ko'rib turganlaring eskicha varianti. Biz yangisini ishladik. Bu tarafda yangicha dizayn bilan, yangicha texnikalar bilan qilingani, buni farqini video davomida tushuntiramiz. Xo'p, eski Cosmos lyustramizda mana ko'rsalaring bo'ladi. Ko'proq foton gullarimizni shunaqa yumaloqcha foton qilganmiz. Buni ustida Versace gul bo'lgan. Mana bu tarafda ko'rsalaring bo'ladi. O'rtadagi gullar ham almashgan. Ya'ni hozir biz ko'z ko'rib turgan yangiliklarda almashtirgan narsalarni aytyapmiz. O'rta qismi ham bularda nisbatan o'zimizning milliy gullar bo'lgan bo'lsa, bu yerda boshqacharoq gullarni ishlatganmiz. Va o'rta qismiga ham alohida e'tibor berilgan. Foton gullar bilan bezatilgan. Xo'p, bunda demak sariq qism bo'lsa, ya'ni sariq qism yoritish joyi bo'lsa, bunda oq bo'lgan. Endi buni asosiy farqi. Ya'ni Cosmos lyustramizda oldin mana bu material MDF bo'ladi. Bu MDFda mana shu hozir yumaloq bo'lishi uchun bu to'rtga bo'lingan. Ya'ni 4 ta MDF bo'lagi ulangan bo'ladi. Ya'ni deylik, mana shu yerdan oladigan bo'lsak, bu to'rtga bo'lingan MDF bo'ladi va uloq qilib ulangan. Yangi lyustramizda aynan shu muammoga yechim qilingan. Mana shu ko'rib turgan MDF to'laligicha butun. Ya'ni aylanasiga butun bo'lgan. Bu lyustrani umumiy ko'rinishiga eng muhimi, kamerani yaqinroq olib kelsangiz, mana shu choklari. Ya'ni juda ham zargarona, hech qanaqangi defektlarsiz choklar kelgan. Mana bu tarafda ham ko'rsalang bo'ladi. Choklari juda ham sifatli bo'lib chiqqan. Mana bunda ko'rsalang bo'ladi. Deylik MDF bo'linganligi hisobi uchun mana bu tarafda bo'lib, ya'ni esa nisbatan ko'rinishga xalaqit berib qolgan joyi bor. Mana pastda ham o'sha bunaqa shaklda bo'lib ya'ni lyustrani ko'rinishiga xalaqit bergan. Bu tarafda aynan shu muammolar yechilgan. Va qo'shimcha deylik Versace gullar, umumiy gullar almashinuvi, mana bu yerga foton gullar bezatilgan. Xullas juda ham yaxshi yangilik bo'lgan. Umumiy lyustrani ko'rinishi juda ham ochilgan. Sizlar ham bemalol baho bersalaring bo'ladi. Sizlarga qaysi bir yoqda yangisimi yoki eskisi kommentariyada qoldirib ketsalaring bo'ladi. Xo'p, bu lyustralarimiz asosan tunkafon qiladigan uyda egalari, ustakalarimiz olishadi. Xo'p, buni razmeri 180 bo'ladi. Ozroq materiallari bo'yicha tanishtirib o'tsam, MDF dan ishlangan. Mana bu qismi ham MDF, mana bu qismi ham MDF. Xo'p, mana bu gullar MDF anaqa foton gul bo'ladi. Bu ham hammasi o'zimizdan chiqadi. Xo'p, mana bu oq turgan qismi orgstikloli deyiladi. Mana maytda yonib turibdi. Buni o'sha oq material tepasi orqasida diod bor, deylik 20 xilga yaqin yonadi. Bu o'ziga moslab ranglarni almashtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, umumiy ko'rinish shunaqa. Aylanasiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta kichik plafon, o'rtada esa kattaroq plafon qo'yilgan. Xo'p, umumiy sizlarga beradigan yangiligimiz shu edi. Endi bu lyustramizni narxiga kelsak, narxi 1.450.000 so'm. Razmeri 180 lik bo'ladi. Hozir biz faqat 180 lik lyustramiz bo'yicha ma'lumot berdik. Buni deylik 1.5, 1.20 va 2 metrligi bor. Ular bo'yicha ham to'liq ma'lumot quyidagi raqam bilan bog'lanib bilib olsalaring bo'ladi. Bizni kuzatib, deylik shunaqa lyustra kerak bo'lgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.